Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Oqoltin qishlog'idan arzon yer so'ragan hurmatli mijozlarimiz uchun 12 sotik bo'lgan dokumentlari turar joyda bo'lgan bu yerda где-то bir 90-100 sut atrofida shaftoli bog'i bo'lgan yerimiz sotiladi. Narx-navolariga keladigan bo'lsak, $2,5 ming narx aytishyapti. Sotigini albatta kelishiladigan holati bor. Kimga qiziq bo'lsa, kelib joyni shaxsan ko'rib, baraka qilishliklaring mumkin. Sizlarga qisqachagina video obzorini boshladik. Joyimizning ko'rinishi, bu joyga albatta ichimlik suvlargacha kelgan. Tayyor shaftoli bog'imiz. Mevaga kirgan, hosilga kirgan. Ko'chamiz topik ko'cha. Hali tinch ko'chalardan biri, kirib kelish ko'chamiz. Va bog'imizning ko'rinishi, bu tarafimiz, ro'para qismimiz ekin maydoni, dala, ya'ni bu joyni misol uchun olib chorvachilik maqsadida ham foydalansa bo'ladi, bog'dorchilik maqsadida ham foydalansa bo'ladigan tayyor biznesli joy, yoki bu joyni bu bog'larni olib uy-joy qilsalaring ham bo'ladi. Albatta xarid qilgandan keyin o'zlaring xohlagan maqsadda foydalansalaring bo'ladi. Albatta bu 2,5 ming sotiga aytilyapti. Kelishiladigan holati bor. Primerni oladigan bo'lsalaring, bu 12 sotik bo'lgan hovli joyda bo'lgan yer maydonimiz primerni bir 2 xonali korobka domni puli bo'lyapti. Albatta bu joyning kelishilgan holda 2 ga bo'lib 2 kishi 6 sotik qilib xarid qilsalaring ham bo'ladi. Yangi mahalla, уже bu mahallaga odamlar ko'chib chiqish boshlangan, ko'chib chiqqan. Pashta shu oxirgi joy va bu tarafda bitta ikkita joy qolgan xolos. Tayyor, hozir hosilga kirgan, daromadga kirgan holatda turibdi. Albatta bu barcha shaftolilar ham qoladi. Bu shaftolilar barchasi qoladi. Dokumentlari uy joyda, kadastr hujjatlari uy joyda bo'ladi. Bu joyni yer ajratish qarorlari mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'rib, realniy ko'zlaring bilan ko'rib, baraka qilishliklaring mumkin. Joyimizni bu tarafdan ko'rinishi. Bu tarafdan ko'rinish. To'g'ri, to'rtburchak shakldagi joy. Har qanday proyekt bilan qurilish qilsa, uy qilsa bo'ladigan joy. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. Bundan-da arzon joylarni sizlarga topib, videoga chiqarib, xarid qilishliklaringda amaliy yordam berishga harakat qilamiz. Bu videomizni ko'plab shu yer qidirib yurgan insonlarga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.